Do'stlar, men qayerdaman deb o'ylaysizlar? Bundan 7 yil oldin magazin Petyorishkada guruchlik bo'lib ishlab, charchab, qiynalganimdan shu Rossiyada qanaqa biznes qilsam bo'ladi, o'zimni yo'limni qanday topsam bo'ladi deb yurganimda bitta inson menga katta motivatsiya bo'lgandi. U inson o'rtoqlar Alibaba Group'ni основатели Jek Ma. U odamning istoriyasini, u odamning tarixini ko'rib, men ham qanaqadir tovarlarni internetda sotsam bo'lar ekan deb, Odnoklassnikda, Instagramda, YouTube'larda Alibaba Uz deb o'rtoqlar birinchi do'konimni ochib, esima biznesga qadam qo'yib kelganimni. Hozir o'rtoqlar orzularimdan biri amalga oshdi. Men hozir Xitoyda Alibaba Group'ni shtab kvartirasida turibman. Endi Jek Ma bilan ko'rishishni iloji yo'q, sababi Xitoyda ham emas. Lekin o'rtoqlar, men taklifnoma oldim, bu yoqqa keldim. Bu reelsimda aytmoqchimanki, o'rtoqlar, orzuligicha qolmas ekan. To'g'risi, katta maqsadlarni qo'yinglar. Kichkina biznes bilan boshladinglarmi, sabr qilinglar, tashlab ketmanglar o'rtoqlar. Bu Alibabani ofisi, shtab kvartirasi haqida men alohida bitta reels joylayman. Barcha ma'lumotlarni sizlarga ko'rsataman. Mana YouTube kanalimga ham videoni sinovat qilyapman. Sizlar esa meni qo'llab-quvvatlab bu videoga bitta like deb bosib qo'yinglar. Men o'ylaymanki, sizlarga o'rtoqlar qiziq bo'ladi.